keskin joylashtiryapmiz. Endi shunaqa deydi. Yoshlar va talabalar festivali juda katta, chiroyli kayfiyatda boshlab yubordik. Bugun chinakam yoshlar bayramiga aylandi. Mana Adib Sobir Termiziy kutubxonasida ham kitobxon talaba tanlovi o'tkazilyapti. Albatta bu tanlov ham bir o'zgacha bir kayfiyat bilan boshladik. Chunki bugungi ishtirokchilarni ko'ziga, umuman bugungi kayfiyatlariga qarab yoshlarimizni kitobga bo'lgan munosabatini yildan yilga oshayotgani, ularga ko'proq kitob o'qiyotganligi, kitobxonligi madaniyati oshayotganligini ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Chunki birinchi shart tugamasdan turib, muddatdan oldin talabalarimiz testni yechganligi va ikkinchi shartda ham munosib ishtirok etayotganligini ko'rishimiz mumkin.